Assalomu alaykum. Hop, bizaga zubur motoblok keldi. Zubur motoblok полностью ochiladi motori. Motori полностью ochiladi. Liftlari bor. Yaxshigina lift bor. Valda nima bo'lgan bilmadim. Tepachiniga valvani qilib ketgan. Hop, vozdux stiliga qoldim, lekin vozdux stiliga ham qilib qo'yibdilar. Katta turbadan shunaqa qilib qo'yibdilar. Tepasiga lekin kichkina turba o'rnatib qo'yganlar. Mana bu kattalikda emas. Bu kichkina, bunisi katta. Bu hozir havoni bo'g'ib qo'yishgan bu yerda. Buni katta qo'yish kerak. Mana bundan kerak bo'lsa katta bo'lsin, kichkina bo'lmasin. Shunaqa qilib bu katta turbo bo'lishi kerak. Lekin yasabdilar, hali buni ichini ko'rmaganman. Qanaqa holatda bu? Bu menimcha bu yerda suv tushib, yoq qilib qo'ygan bo'lsalar kerak, urilib keyin chiqib ketadigan qilingandir. Hop, akkumulyator yashigini olib kelganlar. Akkumulyator yashigi moyda sudachi qo'yib berishga. Xudo xolasa polnicha ochib yig'ib beramiz. Motorlarni hammasini ko'riladi. Gilza porshirigacha, klapanigacha. Yoqda shu valla muammo bo'lib keldi. Olib kelaverasizlar, shunaqa qiziq voqealarni beraveramiz hammasini. Hozircha bu nima bo'lgan bilmaymiz. Lekin lift bor. Pachennidir balki. Tarafda ro'lik pachenni, balki valmi. Qilib beraveramiz, olib kelaverasizlar. Mototsiklmi, motoblokmi, universalmi, hammasini, skutermi, elektronniy. Zapchastlar bor bularga. Kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, zapchastlarni jo'natib beraveramiz. Agar kerak bo'lsa, uni ham zapchastlarni topib beramiz. Nima zapchast kerak bo'lsa. Hop, keyin zapchastga ham olamiz bunaqa motobloklarni. Zubur motoblok. Bunaqa universal motobloklarni. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Gazanakachiliklarni remont qilamiz. Pastda turibdi gazanakasilar. Manzilimiz shu Toshkent viloyati Piskent tumanida. Endi buni ochib ko'ramiz akalar. Ochib ko'ramiz nima bo'lganligini. Xudo xolasa to'g'rilab beramiz. Yaxshi usta qidirganlarga jo'natib qo'yinglar. Bu uzoqdan keldi. Uzoqdan shunaqa jo'natsanglar bo'ladi. Bitta mashinaga shundoq ortilsa keladigan narsa. Shunaqa gaplar akalar. Qo'ldan kelgancha beraman. Hop, akalar, motorni ochdik polni. Bitta sharpin bolti uzilib ketgan, bittasi yechilib ketganmi, sidirilib ketganmi? Alhamdulillah. Mana bu bal qiyshayib ketgan. Yaxshigina qiyshayib to'g'rilamadim, urib har tomonlama. Mana bu bali, mana bu yerda shponkasi mana joyini yamog'an ekan, buni to'g'riladim. Endi bitta muammo, sal kattaroq muammoda bo'lib turibdi. Mana bu mashina qilib uzilib ketganda. Keyin buni mana bu yerdan buyog'i ko'tarilganimda shunisi borda, sal lapanlab qolmasa agar mahaviga. Xudo xolasa yig'ib tashlaymiz. Yog'larni to'kib olamiz hozir. Hammasi chiqarib tashlandi. Polniy razbor qildik. Xudo xolasa yig'ib ko'ramiz endi. Xo'p, xudo xolasa yurg'izib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha akkumulyatorimiz sal kuch kelmoqda. Mahaviga sal lapanlashi ozgina borligi uchun sal qiynab zavod bo'tdi.
ozgina lapanglash bor Maxavikda. Negaki bu Maxavik juda katta darajada yorilib ketgandi. Ancha katta. Hozir kichkina turib oladi. Ancha katta yorilib ketgandi. Amalladim avvalasi. Egasiga aytsam, yangi boshqa qo'yib qo'yganimcha amallab bering dedi. Qo'ldan kelgancha amalladim. Shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Mana shu bloklar yorilib ketgan, Maxaviklar dabdala bo'lib ketgan, valani qilib ketgan, motorni polni qilish kerak, tok sistemasini qilish kerak degan joyi bo'lsa, hammasini qilib bera olamiz aka-ukalar. Zubri, dinami, akkumulyatori to'ydirmaydi degan elektrikka bog' yepsan deb aytib qo'yaveringlar. Esingizdan chiqmasin. Mana gap aytib qo'yaveringlar. Kerak bo'lsa mana unaqandan aloqaga chiqib ham gaplashsanglar, oldida aytaveraman. Bo'lmagan narsa zaryad beradi. O'zini dinami zaryad bera oladi. Endi to'g'ri, kimgadir katta darajada ishlataman desa, balki kuchi yetmay qolishligi mumkindir. Lekin zaryadga o'zidan o'sha 12 volt zaryadini chiqarib turgandan keyin ko'proq endi qiynalishi, mana bu zaryadni relay qiynalishi mumkin. Nimagaki mana bunaqa zaryadni o'ziniki katta bo'ladi, bu kichkina bo'ladi. Bu hozir brak chiqdi akalar. Doim aytaman, zapchastlardan brak chiqadi. Mana yangi narsa, yangi korobkadan yangi ochildi. Yangi narsadan brak chiqdi. Bu bizga minus. Buni qaytib olmaydi magazinchilar. Bu bizga minus. Bu 86 ni zaryadni relasi. Shunaqa gaplar. Brak chiqadi, bizda ham chiqadi, var, iloji yo'q. 10 ta brak chiqsa, 10 tasi bizning bo'ynimizga minus bo'ladi. Biz qo'ldan kelgancha yaxshilab qo'yib beramiz, lekin garantiya bermaymiz hech qaysisiga, hech qanaqa narsaga. Lekin dinamdan o'zi poложено to'g'ri ishlasa, o'zini dinami bemalol. Endi bunaqa katta akkumulyator demaymiz. Bunaqa katta akkumulyator, meniki katta akkumulyator qo'yib qo'ydim. O'zini o'sha Damas'ni kichkina akkumulyatorlarini va shu motorni aylantirib bera oladigan kichkina akkumulyatorlarni to'ydira oladi. Shunaqa gaplar akalar. Yana bir yurg'izib ko'rayim. Zaryad oldimikin? Zaryad akkumulyatori misol kuch kelmadi. Kuch kelmadi. Kompressor kuchli-da. Bu holizda starterda yuradigan bo'ldi, zaryad oladigan bo'ldi. Hammasini to'g'irlab, moydachi, sudachilar qo'yib berdik. Endi egasiga telefon qilamiz, qo'ldan kelgancha bu yoqqa. Bunga nima qildik? Maxavik svarkaladik, kalinvalni svarkaladik. O'yib chiqqanini keyin kolsa yangi qo'yildi, prokladkalar, rem komplet prokladkalar polni, klapan o'ziniki, rasprettel yangi qo'yildi har sumkaga. Xo'p, moy yangi quyildi. Moydachik, sudachik qilindi. Xudo xolasa zaryad relalari bilan to'g'irlab, dinamlarni to'g'irlab, xudo xolasa ishlatib qo'ydik. Egasi mana bu dinam, Matiz dinamini ham qo'yib ishlatar ekan, farqi yo'q. Xolasa akamlar bu dinamni ishlatsin, xolasa bu dinamni ishlatsin. Bu dinamni uzib qo'yib bunga ishlatsin, farqi yo'q xolasa. Ko'raveradi. Qo'ldan kelgancha aka-ukalar olib kelaverasizlar. Bunaqalarga zapchastlar bor. Xohlasanglar posilka qilib jo'natsanglar ham bo'ladi. Biz ham zapchast posilka qilib jo'nata olamiz BTS pochtalardan. Xohlasanglar zapchastga deb sotaman desanglar, motorlarni ham seli zapchastga olamiz. Ona generatorlarni, mana bunaqa seli motobloklarni, universal motoblok, mana bunaqa universal motobloklarni ham zapchastga olaveramiz. Katta kichik farqi yo'q.
buzuq yotgani, buzilib chiqqan, yurmayotganini ham zapchastga olamiz, yurib turganini ham zapchastga olamiz. Shunaqa gaplar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Yaxshi usta qidirib, mana shu zuburni motorini eplay olmay, to'g'rilay olmay, qilib berolmadi degan ustalarga shu videomizni tashlab qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar, tinch bo'linglar. Rahmat hammaga.